Üzü bir ama yığlama ayam to'xtagin bir pes Qaytqin ey ayol qaytqin o'zingga yig'lama ayol to'xtagin bir pes yig'lama ayol to'xtagin bir pes Muş özanlarning eng tekkizdigan yeri kelgancha xotin tatbini yo'qdi o'tib yana paydo qilib qildig'ashni bu sal kam qilsanglar. Ovoz yerilib ketishdan andish qilib Ya ya. Ipak yo'lning yengshani ayavattamizlar. Bu keyingi inimizda bir unutulib qilib bir yana tashlab o'tib ketish bilan keyinla Zulfiya singlimiz endi menga keldi Ahmet dedimi. Shunda qilib tashqa ishonch bilan anadan keyingi bosqichdagi hissiyot jihatda men Zulfiya meni bekroq biraz mayilligim Zulfiyaga bo'lib qoldi. Amsa imzor guruhining navbat qarori bo'lsa İşkanlarının buqtun ötünüp birişinlarını ümit qilmay boshqa bolalarga. Kechiringlar. Qo'lima afsus. Ustozning qaroriga hurmat qilamiz, chunki ustozning jumladan barliq ustozlarning o'z guruhisida mayirlardan ishkini tang olib kelish va yoki ishkini tang qoldirib o'tish huquqi bo'ladi. Albatta biz yana davomli sizlarni texnik yaxshi fursatlarda kutamiz. Sizlarning texnik yaxshi kayfiyatda, texnik yaxshi mashq bilan, texnik to'liq tayyorlik altida shu sahnamizga qaytib keladiganlarga ishonamiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Bo'ldi, unda olsa bir eg'izdan yurak so'zinglarni qilib olgandan keyin biz vaqtliq qo'shilishib turaylik. Aldı bilan şu ustozlarimizga necha vaqtdan beri bizga mayli şu naqshininki aytilish jihati bo'lsin, mayli ovoz mashq jihati bo'lsin va mayli boshqa faoliyatlarda bo'lsin, bizga ko'p kuch chiqarib ajr qilganiga ko'p rahmatimni bildiraman. Yo'qlar bizni Zulfiya singlimiz bilan boshlar deyishgan mayli musobaqa deganda turish g'alaba va mag'lubiyat bo'lib turdi. Endi shunga biz mayli tanlayli va yakşanlayli mush guruhimiz naqshini bir o'zimizdan o'ylagandek ustozlarning kutgandek elib chiqarsak shuningga xo'sh deb işte maslahatlashgan. Bugun endi azroq jiddiylashish bo'lib qoldi, lekin yandan biz mayuslanmaymiz. Chunki bizningki yana bundan keyin tirishqa fursatimiz bor, ishonchimiz ham bor. Rahmat ustoz. Hammalarga rahmat. Bugün pek jiddiyleşib ketdim. Lekin keyingi borganda xili yaxshi bo'ldimki dedim, lekin mashqdek emas. Ustozlarimni sal umidsizlantirib qo'ydim. Oldi bilan shu Hazratali ustozga, Kerem Abbas ustozga, yana Dilyar Vahab ustozga ko'p rahmat aytaman. Ana shu o'n kun jarayonida, unadan burunmi, masalan, undan keyin biz hammalar yig'ilib, mashq qilib, shu 10 kun jarayonida bizdan ayrilib boqmadi hisobda. Shu inchki yerlardan tortib bizni shunday yaxshi yetaklar, sistemali kasbiy holda shunday yaxshi yetaklar bizga madad berdi, bizni qo'lladi. Shuningga ustozlarimga oldi bilan ko'p rahmat aytaman. Undan keyin shu bayatdan qaysi ustozlarning menga bergan baholarga ko'p rahmat. Undan boshqa ota-onamga, meni qo'llayotgan do'stlarimga, meni qo'llayotgan anglag'uchilarimga ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Qandoqda ustozlar bilan qo'shilishga rahmat sizlarga. Tanlagan naqshlardan Abdullah ustozimizning naqshini masalan biz Nurali enimiz bilan Obul Qosim enimizningki ikkisining o'rilishiga sunduq bu ishga aylanma.
Ablakamın naqshini suyup anglaydi ekan to'q. Baga aman, oy biz anglagan bu naqshini yaxshi ko'rdik deb ichidim Sizni gülüp mashq qildi. bak yaxshi o'rganyapti. Emzar guruhimizdan navbat maydonga chiqmoqchi bo'lgan bizning mayirlar bo'lsa, Obul Qosim bilan yana Nurali. 21 yillik taraqqiyot bosqichini muvaffaqiyatli besib o'tib, guruhlashgan korxonaga aylangan Shanxay Go'har guruhi mayirlarga omad tilaydi. Hey adaş, yaxşımı? Hammami yaxshi. İşten tushdingmi ya? Ha, kela unda bo'lsa. Sen menga buyurgan Altın Go'harning bir yurish maslahatlarini ap qo'ydim mana. Tez kela, bo'lmasa boshqalar so'q qilidimi? Bo'la. Yaxshimsizlar ko'pchilik, men Nurali Aziz. Men Qashqar Yuponaydan kelgan Mayir Obul Qosim Oblikim bo'laman. Bu qitimqi Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashib, tunji qarorda sal jiddiylashgan sababidimmi 5 ustoz o'rilmagan bo'ldi. Shundan birga Abdulla ustozim o'zi guruhga talab olib qoldi. Shundan keyin Azertali ustozning guruhida bir o'quvchining ma'lum sababdan qatnashammoqlik sababidan ustozning guruhiga kirib, barcha savodashlar bilan yaxshi chiqishib, tayyorgarlik qildik. Musobaqada Qosimiz shalanib ketish u muhim emas. Ikkimiz shu naqshini chiroyli aytib, ustozlarningki yaxshi bahosiga erishib, Nurali akashning yaxshi natijalarni qo'lga keltirishiga tilakdoshman. Mush ikki enimizga yurtimizdan yaxshi natijalarni tilaymiz. Aram vermez bana bu esret. Fakat vardır bir hiyal, bir Fakat vardır bir hiyal, bir Ötünüşüm sana azize, bir sen için yaşayın Ötünüşüm sana azize, sen için yaşayın Meni taşlap gitmem deme, gözlerimden gitmem deme. Meni taşlap gitmem deme, gözlerimden yutmam deme. Dilxonangdan uchiman deme, bir sen uchun yaşayın
deginin rast sebebini kılsam keyin kıyas Belki mendin renciginin rast sebebini kılsam kin kıyas biçarangdan sana yıltmaz bir sen için yaşayıp biçarendin sana iltimas bir sen için yaşayıp bir sen için yaşayıp A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan bu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Shinjong cho'ng ustam yemakli chek sherikti mayirlarga omad tilaydi. Adaş, qo'sqam bek ichib ketib nasiyeli. Nima yegan va? Men chiqib boqmamdoq. Mana moshada tursan, nima yeysan, mana? Cho'ng ustam? Cho'ng ustam. Chiqib Kimdoz cho'pi, qaysi bu? Mana yey, sen mana ye. Mana keldi. Eyo. Mana. Ya. Payze. Cho'ng ustam. Degan shu payze ma bu. Haydi. Sifat va unum jihatda hammaylarni qoyil ham moyil qilgan oltin go'har va oy go'har terasrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida biz xarakterlik natija yaratgan Shanxay go'har guruhi programmamizning tojdorligini oldi. Rahmat sizlarga. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetutqu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Shinjong cho'ng ustam yemaklik cheklik sherikti programmamizni alohida talab qildi. Rayonimiz davasida yemek-ichmak sohasidagi boshlamchi korxona Shinjong Hardambog' yemek-ichmak pay cheklik sherikti programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolatlik qilgan yangi davr alohidaligiga ega Shinjong imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birga ilib mengayotgan Shinjong tush jamiyati bilyard klubi cheklik sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni söygüchi xonim-qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan, sifat va fason jihatda xonim-qizlarning olqishiga hamda e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkor kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Ehraldagi aziz ko'rmanlar, imzor gruppasining baygisi keskin holatda davom etmoqda. Mayirlar o'z numerini, o'z iqtidorini, talantini, ovozini bu sahna namoyon qilib bo'lgandan keyingi paytlarda ustozlarningki tavsiyasiga ehtiyojli bo'lyapmiz. Quliqinglar ustozlarning so'zi bo'lsin. Ablat apandim. Hammamizga ayon bu naqsha Abdulla akam, Abdulla ustozningki ijrosi bilan nihoyatda mukammal voyaga yetib, hammamizning qalbiga, ko'ngillarimizga o'rnab ketgan naqsha. Buni bu ishki mayirimiz mush yeshida mushundaq ustozlarningki yetaklashi, mashqlantirishi bilan mushundaq bir sahnaga chiqib mushundaq ijro etishi oson emas. Oldi bilan arshkilarga rahmat. Yaxshi ijro qildinglar. Ammo qisman savalliklar yo'q emas bor. Ikkidan birini tavsiya qilish kerak bo'lgan ahvollarda men Obul Qosimni tavsiya qilaman. Rahmat. Kamil apandim. Oldi bilan ustozning nadir asrini sayyanlik o'rinlab qo'yganingizga rahmat. Yana ustozning asri, yana ustozning asri bo'ladi ekan, uningga taqdim astoydil muomala qilib o'ynashimiz kerak ekanda biz. Rahmat sizlarga, hamda
İşkilerini tavsiye kılma, işkilerini benim yakşı inem. Ubul Qasım mın kılmasa trik müzik oyunu, bu ut çalıdı, müzik çalıdığın bu kaçka bu bazı bir pırakılını yana ustazının ağını yıkıllap durup, hem ondan keçip durup eğitti bu. Nurli bolsa pişkan nakışı bu mu? Ustazının keyini jügen. Tavsiye kıl, doğru kip Qasım işkilerini tavsiye kılma, lekin bunda bulmaydı. İşkilerini benim yakşı inem, bir sınıf tavsiye kılmam, doğru düşünüşler ben Nurli'ni tavsiye kılmam. Rahmat, xursand bo'ldik. Taş Muhammed efendim. Yuqorida ustozlar naytdi o'zining qarashlarini deb o'tdi va tavsiyalarini dedi. Endi men bu gapni qisqalik qilay. Mening tavsiyalarim Ubul Qasım. Aygül muallim. Mening tavsiyalarim Ubul Qasım. Sinjan efendim. Men Ubul Qasım'ni tavsiye qilaman. Rahmat. Undaqda Abdullah Abdurrahim efendim. Ubul Qasım desiniz. Ya rahmat valla. Men ma o'zim bu naqshni etsam unda jiddiyleşmeymi? Mush bolla aytgan shunda jiddiyleşib o'tdim qara. Nimishqa desam, qayrini men aytayotgandekcha bir yerini xato qilib qo'ydigandek o'zi. Ammo har ikkisini o'z oldiga alayidligi va naqshchiligi. Demakchi bo'g'inim, yaxshi aytdinglar. Endi men birini tavsiya qilay. Ne oldu mamanda? Maman Nureli'nin tavsiye qilay. Rahmat, xursand bo'ldik. Kerem efendim. Yetakchilik qilish jarayonida oz-to'la bularning ahvolidan xabaringiz bor? Tavsiyalaringizni olaylik. Mashqdimi, sizlardan xush bo'lib turgan. Bugunmi azirtlishimiz bir ijarab, bir anglabdiq. Ishqingizga bek rahmat. Demisimi qiyinlik darajasi haqiqatan banaqsha. Bu naqshininki. Men kimni tavsiya qilay? Men uchun baribir bo'lib ketdi hozir. Unda siz yang'ig'ili birini qilib qo'yasiz. Nurali pishqanaqchi Ubul Qasım yaxshi muzikant. Bizning guruhga ikkingiz kuch bo'la oladi. Azirli do'stim kimni tanlasa bizga kuch bo'la oladiganini bugun men xotirjam bo'lib ketdim. Shu mening tavsiyalarim Ubul Qasım. Bo'ldi. Azirli Ali Muhammed Tursun efendimning Muşu butkul musabiqa jarayonida naqsh etayotgan chaqda chiroyi tabassum yuguraydi. Tanlash bosqichiga kelgan chaqda qo'shimni turilib, keskin holat ketadi. Hozirmi imtihon berib oxirgi 10 minutda cho'ng bir savolni ishlayotganda holat kirib matematikanachi. 20 numurlik savolni bir ishlaydigan yerga keldi. Maqoliyatga yeri adabiyotning. Azirli Ali, o'quvchilarning ifodasi bizga nisbatan yaxshi bo'ldi deb o'yladik. Ustozlarmi yaxshi tavsiyalarni berdi. Biroq oxirgi qarorni o'zingiz chiqarsiz. Navbatdagi istoyğularınız. Ubul Qasım bilan Nurali mush grupada mashq qilgani yoqmi bulamni aytdi. Bek izchil bek astoydil muomala qilgan. Ondan mushu ma'lum sabab bilan bizning beshi tanlagan naqshimizni almashtirib o'tdik-ku biz Nejat. Vaqtda 2 kun qolganda, 3 kun qolganda naqshimizni almashtirib, naqsh almashtirib bir aytib baqsqanda ular deb qilsak bu ballimi aytolmay qolamizmi yoki vaqt yetmay qolam degandek bunda bo'lmay bizmi nayt yaxshi fikr almashtirgan bo'lib shuni qilsak bular nayt aktiv maslashdi. Aka biz bir ugunib baqsaq, cho'qim bir yaxshi yetishtirib baqsaq dedi. Shuning bilan endi Kerem bilan ikkimiz ras jiddiyleşib qildiq. Chunki vaqt qisqa. Mushu qisqa vaqtning ichida mushu naqshnimi bizni xo'sh qilib nayt yaxshi aytib bergan bo'ldi. Bularmi jiqtirishdi haqiqatan men ko'z oldimga bolalar chiqqandan yoq abay hammasinin bizning bir paranlarimiz yo chaqchaqlarimiz yoki bizning rasmiy xizmatga solgan vaqtlarimizga yana güzel aslima haqiqatan ko'z oldimdan bir o'takit parcha abay o'zimni tutib oldim ras bu bek taska bu ish ras taska birodarlar bu ishni bir taraf qilaylik qo'linglarni bersanglar Nurali shunaqmi Ubul Qasım qanundaqda Hazreti Ali Muhammed Tursun muallim imzor gruppasiga vakolatan Beygidan halqib keyingi bosqichga bora oladi degan mahiringizning ismi bo'lsa, keyingi bosqich uchun meni tanlamoqchi o'g'lim Rayonimiz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek paychak shirkati mahirlarga omad tilaydi. Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlarga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin.
hayatımızga göher sağlamlık mahsulotlari hamroh bo'lsin. Göher. Başqalar meni chiroyliq, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'sh kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkiblik kollagenlik oqsil peptidi. Aku, o'xshagan bir tamoq o'zi yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning qurish sirini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bu? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustam. Cho'ng ustam. Cho'ng ustamning nomi yetti shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetti shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Cho'ng ustam tayyor tamoq va tetikliklari. Nimishqi mojito davirsa? Herdem bak Cam içimlik şirketining yoshlarga bo'lgan eng yangi sovg'isi Cam Mojito içimligi. Mojito ko'ngilga yaqin, Mojito yurakka bardo. Mojito sinardo. Yoshlik va shoshlikning ta'mi Cam Mojito içimligi. Cam Mojito. Bugungi faoliyatda nima kiysan bo'la? Albatta imzor kiyimiz. Nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati biliyat klubi saklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush. Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Dilkar huzurida surgan xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari vaqt rahimsiz, u hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik oqsil yurishlikki, sömürüşchanligi yuqori kollagenlik oqsildan ishlangan bo'lib, asalla yuz terisiga singib teriga suv to'liqlaydi. Terining elastikligini yuqori ko'tarib, qo'riq tushishining oldini oladi. Teri hujayralarini oziqlik bilan ta'minlab, terini tegidan suzuk, yumron qilib, dog' tushishining oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik oqsil, oltin göher kollagenlik oqsil yurishligi. Allah. Mübarek olsun, kızını kutlayımız. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Undaqda bir yerde jiq so'zlashdan hojat yo'q. Chunki keyingi bosqichda bizga qalbimizni izhor qilib olgan fursatlar bor. Chaqirib, keyingi bosqichda tayyorlik qilinglar. Marhamat. Xush ovozda saylasi, ipak yo'li sadasi. Daş ondan Alaydı bir nakşıda kaldık. Ya bu nakşını sen burunda deyttin. Deyttim. Essoltmuşunu vallahi senle dedim. Bu nakşa biz hem böyle mesela Baliyan Hoca olan vallahi küçük vaxtımızda. Karton film. Japonning şöyle. Basketbol mayri, Guanlangao show. Doğru. Şunun da Sakuragi, Hanamichi'nin qo'chaqning keyin tukka vaqtlam chiqadigan asosiy maqsadi biz hammamiz qalbimiz o'rnab ketgan kichikimizdan to'g'ri yaqindami kinolar ketdi buniki qo'chaqning kinolari kino xalladimi butun dunyo uchun yana alqishlanib degandek shu mushu naqshni bir tanlab qoldik shuni yaxshi tanlading tanladik buni birinchi jihatdami bizning muzika atratiga bolalar
Malumlar hammalarına ait küçep. Öz eyni bir tayarlap aldık. Doğru. Bu nakşını biz Javla inimiz bilen Asqar inimiz bilen. Doğru. Növbet bizdeki sahneге çıkıp numar orulmakçı olan bizden imzar grupsidagi inlerim bolsa Asqar bilen Javlan. Yuqori sifatga kafolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Adaş qaydarib yaxshimi? Adaş. Nima bo'ldinglar? Qo'saqni tutib chiqibsizlar. Shu adaş, tamaqni jiq yeyaptikan tuxma, samayatamda bearamchilik bor bo'lsa. Mushuni bir ishmaylimi? Hozir shunda moda bo'layotgan jam mojito ishimniki. Ussizlikni shunda bosidi. O'z ichganman otama. Shunda yaxshi ichimlik bu. Ekran altındaki görünmenler yaşamsızlar, benim ismim Asqar Osman. Yaşamsızlar dostlar, benim ismim Javlan. Bu kıtımlıq İpek Yolu sadası katlaşıp, eğitilgan nakşam Abdullah Abdurrahim Ustazdınki güzelim temsiliki nakşı buldu. Şu nakşını eğitip, Hazreti Ali Ustazdınki grupsuga tanlandım. Hazreti Ali Ustazdın grupsuga tanlangandan keyin Ustazımız Hazreti Ali bizga o'zininki eng zo'r tirishchiligini ko'rsatib, bizga ustozlik mas'uliyatini to'liq ado qildi deb o'ylayman. Yani bu kıtımlıq ustazımız bilib bergen nakşı bolsa, bir yapıcı nakşı buldu. Çırda Şijede Çinto. Bu nakşını aytish jarayonida Emrahim Asqar bilan ishga kelgan Hazreti Ali Ustazdın, Kerem Abbas Ustazdın yetakchiligida nurg'ulg'an to'salg'ularni yengib, nurg'un fikrlarni almashtirib, bir raqobatchi emas, do'st sifatida bu nakşını mukammal bir holatga keldik. Mayli bu kıtımlıq musabıqada kim tutub çıxışına qat'i nazar özümün dostu, hem raqabatçim Javlancan və mən ən yaxşı haltı bilan jari qilishimizni umid qilaman. Raqabatchim Asqarga yaxshi bo'lgan natijalarni tilayman va o'zimning naqshini cho'qim yaxshi holatda o'rinlaydiganimga ishonaman. Shu ikki inimizga men utuq tilayman, bak yaxshi bir numar ko'rsatib berishni, yaxshi natija olishni umid qilaman.
に僕はもう一人で投げ捨てられた空き缶のようだ高いのすべてを知り尽くすまでが愛ならばいそとわりのものかい世界が丸までは離れることもないそう願っていた幾千の夜と戻らないどりだけがなぜか輝いては安売り切った心までも壊す儚き想いこの立ちにない世界が丸までは離れることもないそう願っていた幾千の夜と戻らないどりだけがなぜか輝いては安売り切った心までも壊す儚き想いこの立ちにないTantarbiya bilan san'atni birga elib yengayotgan Shinjong tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mayirni Shinjong Cho'ng Ustam yemeklik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirni Shinjong Hardambog yemek içmek pay cheklik shirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. To'rtinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Shinjong imzor kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan mayirni Shinjong tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan tartiblaydi. Albatta bizning 6. derecelik mayirimizga mukofot buyumlarimiz taqdim bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan mayirni Shinjong Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Xo'sh, ko'rman do'stlar, programmamiz davom etmoqda. Imzor gruppasidagi 2 nafar mayirimiz o'z naqshlarini icra qilib bo'lgandan keyingi minutlarda ustozlarning tavsiyasiga quloq solayli. Marhamat. Abdulat apandim. Mening tavsiyalarim 10 numar. Rahmat. Tash Muhammad apandim. Mening tavsiyalarim 10 numarli to'pchiga. Aygul xonim. Mening tavsiyalarim Jalan. Kamil apandim. Ben 11. numarını tavsiye ederim. 11. numar. Bular değişik şu Guanlan Gaosho. Maxsusan. Nima? Qaysi birisi Sakuragining numari? Nima? Numari? Bu bizning balaligimizga, o'smirligimizga mira bo'lgan ajoyib qaltis karton filmlarining biri. Balkim bu naqshini anglagandan keyin shu davrdagi do'stlarimiz o'zlarining o'smirlik vaqtlarini eslagan bo'lishi mumkin. Ipak yo'liga rahmat aytgan bo'lishi mumkin. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Undaqda Shinjang Javlan, 10. numar.
Yaxshi. Rahmat. Undaqda Abdulla Abdurim ustoz. Shuni bilan mush ikkisini raqami 10 11 O kim o desa, o'ylab naqsha qilgan 10 Bu mu yaxshi oldu? 10 nomer taklif qilaylik valloh degan. Mana tavib kelsanglar ha. 11 men 11 tavsiya qilaman. Chiroyli naqsh bilan bizning o'tgan mezgillardagi tuyg'ularimizni uyg'otgan bo'ldinglar. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Do'stimiz Kerem Abbasning tavsiyasini olaylik. Ikkalanglarga rahmat. Keyingi musobaqalarni ko'z tutgan ahvol ostida men Javlonni tavsiya qilaman. 10-numarni bilasizmi? Ha, 10 numarga pasladi. İmzar gruppasininki yetakchisi Hazrati Ali apandim. Bizning gruppada hesapda 12 balning orasida biz grupplab 6 grup qildik. Mush grup orasida mush til jihatdan amaliyat eng qiynalgan grup mush bo'lib qoldi. Endi bu yapon tilidagi bu tillarni, bu naqshlarni o'rganish uchun bularmi bizmi besimni bak qildik. Biz maxsus mush yapon til bildigan bolalar mushning yozg'izib degandek foiz xato chiqib qolmasin degandek bo'lib, bu bolalar haqiqatan o'ziga bak besim qildi, jiq terishdi. Haqiqatan men bu bolalardan bak suyundim. Ondan Asqarniki mushu yaqin yoqqa gili og'rib qilish bir sababi bor. Anginas qo'zg'alib qilib degandek bir ishlar bor, lekin bugungi ifodan shunday yaxshi. Men yana chiqmay qolarmi? Men chiqib turib gilim tutib oldichi, unda turib azroq ba bugun bizmi angladik. Anandan sal yaxshi. Orliqda sal chiqmayim qolgan vaqtlar bordi. Bugun sizlarga rahmat, yaxshi ijro qildinglar naqshni. Bizningki 3-bosqichga biz bilan kuch ulab maqmoqchi bo'lgan enim nima qarar qilsam Aku o'xshagan bir tamoq o'sib kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bu? Dukka ismlik hamma yerda bor. Çoğustamın namı yetti şerşege Tamları okşap gitti hem yerde Çoğustamın namı yetti şerşege Tamları okşap gitti hem yerde Çoğ ustamның çoğluğu var. Çoğ ustam tayyar tamak ve tetit qo'llari. Dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundoq paysmi ekan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ichgan qoq suvidan bizga nima qilaman? Jamning qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suvini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qaytib topdik. Jam. Sahar. U ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'iga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sümürüş çallıqı yuqarı kollagenlik aksıldan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yuqarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücayerlerini ozoluq bilen təminlep, terini tegidin süzük, yumuran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chiroyliq, terang bek yaxshi deyishidi. Terning yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ngish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'sh kuchilari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat
Taşqın derdi sağlamlıqımğa mədə Coşqunluq və işəc Taşqından başlanğısı. Taşqın Aqsil Talqanları. Dilkar huzurida sürgen xiyal şunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Asqar to'g'ri tushungan fikrim javlarni tanlay. Muborak bo'lsin. Inimiz javlarni qizg'in qutlaymiz. Keyingi bosqichda texnik yaxshi holatda o'zlarini namoyon qiladi. Muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Araminalloh, rahmat. Musobiqaning xarakteri kishiga o'zaro raqobatlashayotgandek tuyg'u bagini bilan asli mohiyati do'stlik bo'lish kerak. Asli mohiyati qo'llash bo'lish kerak, keng qo'saqlik bo'lish kerak deb o'ylaymiz. Bo'libmi? Sizlarning hozir sahnadagi chiroyli salomlashib, bir-biringizga hurmat bildirib, bir naqshni tang etib, ham go'zal holatda bir-biringizga tilaklaringizni bildirib ayrilishinglar, bumi keng qo'saqlikdan bizga bir besharatni beryapti. Hozirgi hissiyotingizni anglab boqayli. Hozirgi hissiyotim nima qo'shal? Mel qandal bo'lsin, kim chalindi, kim talindi? Biz shu Azizli akamning Azizli gruppasida bo'lamiz. Masalan, boshqa ustozlarning o'quvchilari bilan chiqib qolgan bo'lsak, chalinib ketgan bo'lsak, ko'nglimiz yerim bo'lsa to'g'ri bo'ldi. Lekin biz o'z bir guruh bo'lgandan keyin bir guruhdan eng yaxshisini tanlab ustiga chiqamsak, bo'lmaydi. Menimcha yana shu ustozlarga, barliq ustozlarga rahmat. Ondan shu uydagilardagi pullishi, yana bu do'st bo'larganiki pullishiga rahmat. Javob topdim. İnsan degan hamon nima Skutlaymiz shuna g'am yema Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, sizlarning qatnashishinglar naqaydan ustozlarimizning yaxshi tavsiyalari bilan 6-qarar Altın Güher İpek Yılı Sadası programısidagi İmzar gruppasining baygisi muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Albatta, İmzar gruppasidagi mayirlarning navbatdagi musobaqalarining texmi yaxshi natijalar bilan tamomlanishiga tilakdoshlik bildiramiz. Rayonimizda go'zallikni sevgichi xonim-qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim-qizlarning olqishiga, shundoqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Adaş hava yama sketip barda bir kiyip yürüyüşki salqanarak bir kiyim boz tavsiye qilsam oladigimi? Unda bo'lsa adaş, men kiyib atgan imzo kiyimlarini ammamsa o'zi yarışim onun ustiga bak salqan chiqadigina. Yarışdimi ya mana qarab baqa? Yarışibdi, imzorningmi bumi? He? Shundan chiroyli yarışibdi rost. Unda bo'lsa adaş, sen imzorni o'sha kiyimni boyaga boshlab apara şey ko'rib baqamni. Jiramiz. 电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Güher丝绸之路之声》第2阶段对决赛。我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli baholovchi ustozlar, shunaqla qizg'in tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Nijot Vali Yaqub riyosatchiligidagi Ürümçi Radyo Televiziya stansı bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklik sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 6-qarar Altın Güher İpek Yılı Sadası'nın 2. bosqichi bayga. Kanaldagi barliq ko'ringanlar yaxshimisizlar? Men İpek Yılı Sadası cho'ng ustam gruppasining yetakchisi Kamil Jalal. Yana o'rtog'im bo'lsa, men bilan uzundan beri yaxshi hamkorlashib kelayotgan yaxshi ijodchi, yaxshi naqsh inim Hojimat Qurbon bo'ladi. Men Hojimat Qurbonni bizning guruhning 2. aylanmasiga arzu yetakchisi qilib to'lab etganlar. Yana bu to'g'ridan rahmat aytaman. Sana rahmat. Salam ekran oldidagi ko'rarman do'stlar, men shu qatam 6-qarar İpek Yılı Sadası programmasi cho'ng ustam gruppasi, ya'ni Kamil Jalal ustozningki yetakchim, ma'limi
Mыңшаң davuşusu болғанлығымдан толым xursand болдым. Қағынны ikimiz sen болғандaki senin yetekçilikinde, ballarınki tırışçallık aslında samimiy holatda shu paylanni yaxshi qilib, biz yaxshi natijaga erishishga hamda yaxshi kuch chiqarishga cho'qim tirishimiz. Birinchi alam buni ko'rdim. Shu o'quvchimiz bor hozir. Mana shu o'quvchininki avvaldan qayerdan qayergacha qanday uslub naqshlaydiganligini to'liq xabarda bo'ldim. Endi buni guruh birlashishni bir maslahatlashishimiz kerak biz. Boshqa tilga boshlandi deymiz. Endi qanday eklamiz. Eng muhimi biz buni qiynamaga asosda o'zining ovoz doirasiga, o'zining uslubiga tushadigan naqshlarni, o'zi ifodalanadigan, gavdalanadigan, ash bolalar o'zi yaxshi ayta oladigan naqshlarni berib nim qilayli. Endi uningga endi hozir sendimi nurg'ulgan naqshlarni aytding aka, men nurg'ulgan naqshlarni aytdim. Shu ham u bolalarga biz o'ziga qo'yib bermayincha. Bolalarni xalqimizga ancha tunundirib, yetaklab, ash bolalarning bir bizning keynimizga ulashib, bizning ustozlarning keyniga ulashib manganda, bizning keynimizga shu og'amchini berib, tan tutib mangandigan holatga ikkilab olsak, to'g'ri deb o'yladim men. Albatta bizning bugungi 6-qarar Altın Güher Yipek Yolu Sadası programımızın 2. basqıçı Beygi növbəti Kamil Efendimning gruppasiga keldi. Kamil Efendimning texmi to'g'ri qarorlarni chiqarishi uchun onun boshqa o'tgan mezgilda o'quvchilarga texmi ko'p taraflama yetaklash ilib berishi uchun yeniga hamra yetakchilikka taklif etgan Arzu yetakchisi G'ujumat Qurban Efendimni bugun sahnamizda ko'rib xursand bo'ldik. Qarshi olamiz. Buningdaqda oldi bilan Kamil muallimning so'ziga quloq solaylik. Salom, hörmətli ustozlar. Shundaqla ekran oldidagi Yipek Yolu Sadasının ixlasman ko'rinmanlarga cho'ng ustam gruppasi nomidan cho'nqur salomlar bo'lsin. Qisqa vaqt ichida ustozlarga shundaqla ekran oldidagi barliq tomoshabinlarga qo'limizdan kelishicha oddiy bo'lgan bir maydon, boks maydonida kishirikimizni tayyorladik. Ustozlarga yaxshi baho berishini, tomoshabinlarga yaxshi baho berishini umid qilamiz. Shuning bilan hamda Arzu yetakchiligiga uzun yillik Amra inem, yaxshi ijodiyatchi, yaxshi shoir, yaxshi naqshchi G'ujumat Qurbanning yanimda o'tirib menga yordamlashishni taklif qildi. Inimdan shikayazgitni alaymiz. Qizg'in qarshi olamiz. Xush keldingiz. Salom, oldi bilan Abdulla akam boshchiligidagi barcha ustozlar, ininglar G'ujumat Qurbandan sizlarga o'tliq salomlar bo'lsin. Men bu qatam mushu Yipek Yolu Sadasi programmasida cho'ng ustam gruppasi, ya'ni Kamil akamning gruppasiga Arzu yetakchisi bo'lganimdan ajoyib xushal, ajoyib xursand. Shunga men kuchimning yetishicha jon dilim bilan xizmat qilishga tirishaman. Albatta, bizmi ham Kamil Jalil Efendimning o'z gruppasining nomiga o'xshash ham nomiga yarasha cho'ng ustulik sharfiga erishishiga tilakdoshlik bildiramiz. Shunaqla sizlarga omad tilaymiz. Menimcha o'g'anchaqda bugun cho'ng ustam gruppasidan kelgan kichik ustamlarning mana shu sahnada bayga tushishi uchun ustozlarning chiroyli so'zidan boshqa yana yiqimli naqshlari bo'lsa, oltin uzuki yoqut ko'zdek yarashib keladi. Agarda Arzu yetakchisining bu jihatda bizga tayyorlagan ko'ngil sovg'usi bo'lsa, birlikda anglashga taqozo bo'ldik. Buldu undaq olsa, növbətdə bizningki mushu cho'ng ustam gruppasidagi barcha mayirlarga qutlug'lash bilan birga ustoz Muxtar Bug'ra tekstiga ishlangan ey hamma temsidagi sho'x usulliq naqsham bilan jo'shqinlik umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Tezroq deb berin, ey amma o qizni menga tep berin. Suygini bormikin, menga tezroq deb berin. Ey hamma tatliq hamma bilan hamma, uning yaxshi yitimni deb berin.
tezroq deb bering. Ey amma, bu qizni menga tep bering. Söygünü bamiken, menga tezroq deb bering. Ey hamma tatliq hamma liven hamma, onun yaxshi yipimni deb bering. Amma bu qizni menga tep bering. Söygünü bamiken, menga tezroq deb bering. Ey amma bu qizni menga tep bering. Söygünü bamiken, menga tezroq deb bering. Ey hamma tatliq hamma liven hamma, onun yaxshi gipimni deb bering. Ey amma 21 yıllık terakkiyat basqıçını muvaffaqiyatli besib o'tib guruhlashgan tarxoniga aylangan Shanghai Go'har guruhi mayirlarga omad tilaydi. Pişkanı gibi kılmacıma. Hadi, ben şimdi çıktı. Evet. Sen konu iç bilen bak. Ne olsa kola? Biletxana berkildi. Bire bu muhiti yaxşırak biletxana bilemse. Zaman düşçemedinin ki biletxanasına verip oynatınız. Bazı vakit için işke. Ay çire, birden erkek kılaylı bir. Abeydullah ile Muhtar ikisini bir görüp kıldık. Bu ikisini bir görüp kılıştık maksat ben özümden hem de konuğumda oylaganlarımı sana dedim. Muhtarın avazı meninkiden mütüyen avazı. Belki düşürdükken peske. Dep aytdıkken nakşır bu. Abeydullah'ın avazı yuqra avaz. Yuqra ekan. Endi bu ikisiga japa bo'ldi naqsh tepasi. Lekin u yoq o'ylab yanala klassik naqshdan biri. Naqshamda sen degan. Bu bizdanmi cho'ng naqsha bu. Biz tug'ilishdan burun urulangan naqshi biz endi birinchi qara ipek sadasida do'stimiz Zahir aytgan. Aytdi bu naqshini ustozlarimiz biladigan, balki bizning cho'nglar xalqimiz bu naqshini anglagan. Yani gelip yaktırıp anlagan naqshlar. Murat Ahmedi ustozimizning ijodiyati bilan o'sha naqshni bilashni to'g'ri topdik. Ham buni uslubini o'zgartirdik. Birinchi lab maydonga chiqadigan moyirimiz Muxtar Xalil bilan Abeydullah Ibrohim. Qani, moyirlarimiz sahnimizga marhamat. Ko'pchilik yaxshi bilsizlar, men Muxtar Xalil. Mening ismim Abeydullah Ibrohim. Birinchi bosqichliq musobaqa tugagandan keyin Kamol Jalol ustozning guruhiga kirdim. Ustozimiz yaxshi bo'lgan darslarni, yaxshi bo'lgan fikrlarni berdi. Buning uchun ustozlarga ko'pdan ko'p tashakkurimni bildiraman. Mushkatdan Muxtar kam ikkimizga naqsh bo'lindi. Bu ikkimiz naqshlarni yaxshi mashq qilib, bir-birimizga kamchiliklar bo'lsa, bir-birimizga to'liqlab yaxshi mashq qildik. Kütürümüzde pasten çıkıp durup avaziyatda qiyinchilik uchrash kayfiyat bo'lmaganda ki aslida chiqib tepkiroq aeroplan ko'tarilganda ko'targan bir hissiyatni izlayman seninki. Abeydullah san xayr bo'lsin. Muxtar ka tirishgan natijasi mansub. Shu eng muhim bu da endi shu naqshamda sen degan bu naqshini endi ashkisining roziligi bilan o'zimizning roziligi bilan xalqimizga bir sunish arzusi istikida bo'ldik biz. Endi hozirda bu bizning kechilikninki yaxshi nadir naqshlarni yana bir deb o'ylaymiz. Muxtar bilan
Abaydillahıma ahmet dileymiz. Şərtlərimni bilməy turub meni şərtsiz deyilsən Qəmlərimni bilməy turub meni qəmsiz bilsən şərtlərimni bilməy turub meni şərtsiz bilsən meni şərtsiz bilsən meni şərtsiz bilsən Erkeçe itmen yar yar nakşamda seni Hiyallerim telpiner kalbinde sen Erkeçe itmen yar yar nakşamda seni Hiyallerim kalbimde sen Bu yürekni pare kılma adab olmay bu şertlerim bu yürekni pare kılma adab olmay bu şertlerim adab olmay bu şertlerime adab olmay bu şertlerim Erkeçe itmen yar yar nakşamda seni Hiyallerim telpiner kalbimde sen Erkeçe itmen yar yar nakşamda seni Hiyallerim telpiner kalbimde sen Sen, 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 sen kalbimde sen A'la sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetqu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemakli chek sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Malum yaxshi dedingizmi? Yaxshi mufqam. Sizdan bir masala so'ray degandim.
Maqtimliq, ikinci qitimliq musobaqada sahneye chiqqanda bir qandaroq kiyim kiysam bo'ladi. Sizni kiyimlaringiz shunchalik chiroyli, sizdan bir masala so'raydi. Endi mayli sahnaga bo'lsin, mayli odatda to'y kunlar, muhim faoliyatlar bo'lsin. Bununla biz qizlar iloji bormish o'zimizga mos kelgan, o'zimizning figurasini chiroyli ko'rsatgan kiyimlarni kiyganimiz yaxshi deb o'ylayman. Men odatda dilkor kiyimlarni kiyman. Men o'zim dilkor kiyimlarning obraz vakili. Dilkor kiyimlari bizningki figuramizni chiroyli ko'rsatadi, ham fason jihatdan, go'zallik jihatdan bizga texmi o'sin qo'shadi deb o'ylayman. Ham sifatimiz shunchaki yaxshi. Mencha dilkor kiyimlarni o'ylash baqsangiz bo'lamdiki. Bo'ldi, ma'lum, rahmat. Sübət və ünüm cəhət həməylərini qail həm mayil qıған altın göhər və ay göhər terasıraş məhsullatları bilən rayonumuzun güzellik quruluşida büz xarakterlik nəticə yaratqan Şanghay Göhər Groyi programımızın tacdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxanlarga və inaq ailələrə sınıb kirgan tetitqu sahəsində sərkərdilik rolunu ötəvatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti programımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz əvvəsində yemək-içmək sahəsindəki başlamçı karxanalar qatarından orun elatqan Şinjan Hərdənbağ Yemək-içmək Pay Çəkiliş şirkəti programımız bilan strategik həmkarlaşdı. Programımızı yuqur sübətə kapalətlik qılğan yeni davr alayidligiga ega Şinjan imzar kiyimləri alayda qolladı. Təntarbiyə bilan sənətlə birgəlib meniyotqan Şinjan Çüş Cəmiyyəti Bilyard Klubu Çəkiliş şirkəti programımızga yaqindan yordam berdi. Onun başqa rayonumuzda güzellikni söygüç xanım qızlarının aldın tanlışı bulup geliyotqan sübət, fason cəhəti xanım qızlarının alqışıga, şunaqla etiraf qilishigə erişiyotqan 18 yıllık tarixi ega dilkar kiyimləri programımız bilan alayda həmkarlaşdı. Əməliyyatda bizning programımızda bəygi basqıçıda məqsəd qıldığımız rəqabətləşiş. Həm şu rəqabət jarayonida özünün şu səhnədə davamlıq qab qilishi uchun sabab qilish tirishchilik ko'rsatishdi. Ammo bu inlarimizning va yoki bu do'stlarimizning sahnadagi qiyofatini ko'rgandan keyin bularda raqobat emas, nihoyat cho'nqur bir do'stlik bor ekanligini oyoqlaridan tortib, ko'nglaklargacha bir jup qilib kiyishlaridan ham suyundik, ham hayron bo'ldik. Balkim ko'rman do'stlarmi, bu zodi beygi bosqichimi yoki hamkorlik bosqichimi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Qanundaqda sizlar aytgan yuqoridagi naqshiga bizningki Ustazlarımız qandaq tavsiyelərini verdikken birlikte anlap bakaylı. Şinjan Hua efendim. 他们不是在比赛，他们是在合作，合唱一首歌。我觉得合作的非常好，一个唱高音，一个唱低音，是吧？这个唱得非常好啊。Eğer tavsiye qiladigan bo'lsa, men şu Abeydullah'ni tavsiye qilaman. Hazır Piyali efendim. İşkeden bu bölüngen naqshini haqiqatan bek ecir qilib, bek mehrini berib, bek yaxshi tayyorlik qilibdi. İşkeylerden o'zininki ovoz doirasida nihoyat ko'rinarlik o'zining rolini yaxshi o'tadi deb o'ylayman. Lekin mening o'zimninki bir tavsiyalarim kelib qolsak, men Abeydullahni tavsiya qilaman. Rahmat, xursand bo'ldik. Tosh Muhammad Qodir efendim. Albatta bu ishkeylarni o'rilish bayam degandek nihoyat cho'nqur do'stlikni soyasini ko'rib tug'ilib bo'ladi. Mush guruh uchun kim bo'lsa natija qozonsa bo'ldi degan ideya bor ekan. Tavsiyaga to'g'ri kelsa, men Abeydullahni tavsiya qilaman. Ablat muallim. Mushu naqshni biz burun anglagan hamda. Tosh Muhammad, sizniki ukaman, shunaman. Siz aytgan naqsh, men sizning aytganingizni anglagan. Men buni aytganlar xili bor. Köp etildi bunu. Ben sizinkini anlaptık emme. Hem yani mağıl alette bir ama o deyin xovcumunda bir deyin avaz bilen ma bir yuqori avazın bir yerga ekilip bunu yaxshi bir birleştirishni bular xili yaxshi cho'lik qilibdi. Hamda lekin mushu ma to'van ovozga nisbatan azroq bir yana bir sal ko'tarib ma kuy bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'libdi ekan. Aslida deyin ovoz ekan, lekin ma hozir tushgan deyin ovoz o'rni undaqiliqi o'ziniki rasmiy tabiiy rayonida emas, biroz zo'linroq bo'lib qolgan. Yerimki ko'tarilganda 2 kun burun Muxtar asli kuy bo'yicha aytiladi deb qaytarib olgan. Agar uni ko'tarsak balkim Abeydulla yuqori avjiga uning qiynalish bo'lishi mumkin. Shunda bir tanlash bo'lib qolibdi, bularni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Tavsiye kelsem men şu Abeydullah'ın tavsiye. Aygül muallim. Sizlar bizni huzurlandırdığınlar bir sınlar tüven avaz bilen, bir sınlar yuqori avaz bilen. Sizlarni tabriklayman. Mening tavsiyalarim bo'lsa Abeydullah. Rahmat. Abdullah muallim.
Abeydullah'ni yaxshi tavsiya qildinglar. Umi o'z ovoz doirasida bugungi mushu naqshiga singdiga ajrni to'liq ko'rsatdi. Bumi bir talaylik bol ekan. Buning ovozini balkim bu naqshni yolg'iz aytib bergan bo'lsa, unchalar yorqinligini his qilolmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Shu Muxtar Bug'rama, seni isming? Muxtar Xilil. Muxtar Xililninki to'yan ovozidan keyin bu chiqqashqa bizda ajoyib bir yuksalish ro'yi kayfiyatimizda-chu bo'ldi. Buning ovozining go'zalligini biz shu Muxtarning ovozi qo'shilgan bo'lishga taxmin his qildik. Agar yolg'izli bu naqshni o'zi aytgan bo'lsa-mu, qoyil bo'lamiz. Biroq mundaq bo'lib ketmaydi. Yorum aytdi. Shuning uchun bir narsani his qilishimiz kerakki, artist naqshchi deylik, biz ham bugun artistning gapini qilmay, naqshchi tomoshabinni o'z naqshsiniki boshlanish nuqtasidan tortib oxirgi vaqtgacha yetaklab mang'uchi. U naqshning qaysi joyida tomoshabinning ro'y kayfiyatini eng yuqori pallaga chiqardi, qaysi joyida boshlaydi va qaysi joyida oxirlashtirishga mas'ul kishi. Shuning uchun boshlash nuqtasiga bugun Muxtar uvilsab bergan bo'lg'ashqa, bu tomoshabinlarimizni, ya'ni bugun bizni ko'rayotganlarni va televizor oldida, telefonda anglab turayotganlarning ro'y kayfiyatining, hissiyatining yuqori pallasini buningga topshirdi. Shuning uchun Muxtarga rahmat aytishimiz kerak. Endi uning ovozi faqat shu yerda emas. Buning ovozimi biroz buningda yuqoriroq yerda namoyon bo'laydi. Bu faqat bugun ham bir hamkorlik bo'lg'ashqa balkim favqulodda bir imtiyozga Abeydulla ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men Muxtarni tavsiya qilaman. Arzu yetakchisining so'zini olib baqayli. Muxtar bilan Abeydulla bizning guruhdagi birisi Nangaoying, birisi Nandiyin. Bular mushu naqshini o'zlari tanladi. Aytishlik sababi biz mushu ikkinchi bosqichda kishilarga, mayli ko'ychilar bo'lsin, yoki naq maydondagi ustozlar bo'lsin, bir huzur beg'ishlayli, xuddi bir kechilikda aytgandek aytili deb shundoq nihoyat yaxshi tayyorlik qildi. Bugungi ifodasi ajoyib yaxshi bo'ldi. Bularningki kayfiyati bek go'zal, musobaqadan qatnashishdan burunli go'zal. Shunga men keyingi maydonlarda vaqirishadigan ish va shunga Abeydulla To'yan ovozdiroq vaqirishchi. Xo'sh, undaqda Cho'ng Ustam guruhining baygi bosqichidagi qarorini chiqarish huquqiga ega birdan-bir kishi, ya'ni o'xshashlam guruh yetakchisi Komil apandim. Komil apandim, sizlarning o'tgan mezgillardagi tirishchiliginglar, sahnadagi ifodanglar, ham shundoqla Cho'ng Ustamning navbatdagi qadamlarining texmi xayrli bo'lishi uchun cho'qim keskin bir qarorni chiqardi. Balkim buningda tanlash va yoki vaqtliq sahnadan ayrilib turish bo'lishi mumkin. Mayli qanday qaror bo'lsa, qabul qila olamsizlar. Qalaymiz. Qilamiz. Qilaman. Sizning ovozingiz agar faqat naqshchi bo'lmasangiz-chi, dektor bo'lsangiz, backpagechi ekan. Shagird qilamsiz ya. Haqiqatan to'g'ri. Chiroyli ovozga. Menimcha cho'qim siz ma'lum bir kasbda nuqtada ovozingizning yo'riq altini texim yaxshi namoyon qila olasiz. Ortiqchiligini. Xo'sh, undaqda Komil apandim. Aldi bilan rahmat shikkinliga. Ipekol sadasi bulab 6-qara Ipekol sadasiga 8 mingdan jiqroq mayr qatnashib, shuning orasida tanlanib, ikkinchi bosqichga kelgan bolalar hammanglar. Hem Abeydulla hem Muxtarmi shu. Paranglashib turamiz bunlar. Muxtarniki o'zininki bu naqsh aytishdan sirib buni qo'shaq to'qiydigan ham nihoyat yaxshi shoir bola ekan bu. Nihoyat kayfiyat yaxshi, she'rni nihoyat yaxshi yozadigan kayfiyat. Bu naqshininki bo'linib qilishi biz hamda bu bolalar 4-5 oy jarayonida bir guruh bo'lib, akik bo'ldik, bir oylik kishilar bo'ldik, chiqib fikrlashdik. Yüzduranı köreşmesek mi telefonda çıkıp paranlaştık. Bunun kallasıda ötmedi bu naqşa. Ameliyat yuqori tarafını anlap baktık hem de yuqoriga chiqishi ta'sirroq bo'ldi Muxtarniki. Biz mush asarni hamda burun ustozim aytib o'tgan birinchi qara Ipekol sadasidan aytilgan biz mushini ostidan ustidan qilib chiqishga tirishib baqayli. Mush asarning hurmati uchun bo'lsa mushni bir tirishib baqayli deb masalan Muxtar hozir asli aytgan ovozini 8 gradus tushirib boshladi-ku hozir bu. Asli normal aytgan bo'lsa u yerdan aytmay, ya'ni bir oktava oldida aytiladi bu naqsha. Eng to'yin ovozing namoyon qilib beqish tirishlar dedik. Bu chiqib chiqadi. Mush asar uchun. Hatta men aqchi tushib ketma deb Abeydullaga yo'l qo'yib
ikkisini bir o'xshash kiyimini kiyib ketdi mana ikkisi ayrılmaydigan bir uyda yatdi shu 15-20 kundan o'zi mush asar uchun bizning mush guruhning kechilik uchun vujud chiqish uchun yaxshi kuchab bergan ikkilarga rahmat aytamiz muxtarisimiz jafotlikdan bizning nishonimiz aniq bir-birimizning yo'lini echib menib bir-birimizni yo'lab ustiga chiqarishni o'rgandik bir-birimizni kecholmaymiz sen bilan ayrılib qolganimiz yoki abaydilarni ayrılib qolganimiz mangulik emasda bizniki akin g'uj degandek sen tüven avazlık nakışçı, herkesin tüven seviyelik nakışçı emezsin. Mengü isanlık tutsun seninki. Herkesin tüven seviyelik nakışçı emez. Senin nurgun nakışlarına var çıraylıkta kaldırmayı takip etmez. Ahırkı tallaşım. Rayonimiz təvəssüdə yemək-içmək sahəsindəki başlamçı karxana Şinjan Hərdənbağ yemək-içmək payçək şirkəti Mayırlağa omad tilaydi. Huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yor bo'lsin. Dilkar kiyimlari Tuş cəmiyyəti biliyat klubu faqat ticaret sorunu bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, azodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush cəmiyyəti biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan tush cəmiyyəti biliyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush cəmiyyəti hammamizning cəmiyyəti. Qani birlikda tush cəmiyyətida jam bo'laylik. Bugungi faoliyatda nima kiysam bo'la? Albatta imzor kiyimiz. Nişan qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Sağırıp pişkan ürüknün taze may bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladık. Şu yılları 75'de olturup yegen kökçünün təmini camның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda var. Biz içip köngen, balıq çağlarımızda öğü öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Aku, oxşagan bir tamaq olsa yep kelsek olmamdı. Çoğun ustamның xuruşlarını elip ne deysek oxşaydı emasma? Neydi ba o? Dukka isimlik hemme yedi ba. Çoğun ustam Çoğun ustamның namı yetti şerşege Tamları oxşap ketti hem yedi Çoğun ustamның namı yetti şerşege Tamları oxşap ketti hem yedi Çoğun ustamның çoğunluğu ba. Çoğun ustam tayyar tamaq və tetik qo'llari. Səhər u ormanlarını çoqalağa yazğan qirollik chaqlağa o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayatımızga göher sağlamlık mahsulatları hemrah bolsun. Göher. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagillik aqsil yürüşlüki, sömürüşçallıqı yuqori kollagillik aqsildan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yuqori kötürüp, qoruq tushishning oldini oladi. Teri hücrelerini ozonluq bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dog' tushishning oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagillik aqsil, oltin go'har kollagillik aqsil yurishligi. Boshqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terining yosh turishi amaliyotda kollagenlik aqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik aqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tikto'sh kuchlari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik aqsil peptidi.
yuqori sifatga kapolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Abeydullah. Mübarek olsun. Abeydullah efendimle ikinci basışta muvaffakiyet kuzluğalıkımızın koşulduk. Hem şunakla değerliliklerine kutu buluşunu umut kılımız. Muhtar efendim, edebi eserlerini özünüz yazdıkken, sanki müç koşaklarını tokuydikensiz. Bosa, avaz cihetimi şunu ünü gelip, avazlık eserlerini işleştiğimi oyluş bekişinizni tavsiye kılma. Bu benim özümden riyasetçilik esbimdeki bir tavsiyerim. Menimce, anlıqçılar çokum muşkil avaz torda, muşkil avaz şekilde okulgan eserlerini, romanlarını belki nayet yaktırıp anlaşı mümkün. Hazır hissiyatınızı bilip bakın ba. Hazır hissiyatım gelsek, bay ustazlarım dep öttü. Pek çıraydık ha? Ben bu yerге tizimlatkan vaqtimda, men çokum bir netince kazınman o, bir yerге baraman o akırgıça, degan bir niyet bilan kelgan. Lekin Kamoljon ustozning guruhiga kirgandan keyin bizga naqshi jihatdimi, ovoz jihatdimi nurg'un bilimlar o'rgatdi. Uningdan sirt bizga o'rgatgani odamiylik bo'ldi-chi. Shuningdek, ustozning tarbiyasini olgandan keyin qaysimiz birinchi bo'lsak, mayli kamgo guruhimiz birinchi bosib bo'ldi. Biz qarindosh qavmimiz deb mushtaq niyat bilan o'sha keldik. Oxirida deydigan ustoz sizga ko'p rahmat javob aytdingiz. Hurmat ustoz sizga ko'p javob aytdingiz, rahmat. Shu programmaga ko'p rahmatlarni aytaman. Nima uchun deganda meni 90 mayisida kichikli bir odam tunitdi, ozroq odam tunitdi. Lekin o'sha programma qatnash orqali bir qadar cho'ngroq yerliklar tuydan bo'ldi. Bu bir yaxshi bir yuslish bo'ldi. Oxirida meni saqlab o'tirgan o'yliklarning tandan salomat bo'lishini, qarindoshlarimning ishlarining o'ng'ush bo'lishini, meni quvvatlab kelgan barliq do'stlarimning ishlarining o'ng'ush bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat sizga. İşleriniz hayırlı olsun. İnsan degan harman nima? Biz ko'playmiz shundan nima? İnsan degan harman nima? Biz ko'playmiz shundan nima? Ahtam bilan Abdusalam bir ko'rib qildim. Ahtamni ko'rdim, Ahtamning ovozining turuvi, o'tir ovozliq naqshi. Abdusalam endi ovoz yuqoriroq, Ahtam qaragan ovoz yuqoriroq. Lekin bulug'imi yana biz nadir bo'lib ketgan burun kichikimizdan endi biz anglab cho'ng bo'lgan, masalan, so'rilida, yig'ilishlarda, to'y to'kilida, kechiliklardami aytilgan yurgim olma emas. Temisidagi bu naqshini bilishni o'ylashdim. İkinci sahneге chiqadigan mayirimiz Abdusalam İbrahim bilan Ahtamjon To'qsun. Sen terbiye bilen sanatni birga elib yengayotgan Xinjiang 3 jamoati bilyard klubi cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Adaş nima ish qilyapsan? Adaş necha kun taq chiqqandim degna. Men doim yemda armaydigan oltin guvar, erlar sotulash burkimiz unutib qopdiman-ka. Men optop kuchlik nurda yuzim qizirib, yerilib degna, shundan bilan chechib o'tadim. Shunda payza rahat qilib qo'yadi. Akamim chechib baqay. Baqay. Voy, shunda payza ekan juma. Xos biroq qo'yadigan yuzim shundan ham xush. Rasmiy. Adaş bunda narsalarni qizlar ishlatmanda. Voy, ne zaman qalding? Bizmi hozir yuzimizni ozirishimiz kerak. Bu sotlash burkimiz shunda payza yüzün rahat qildi, yüzün sotuqlaydi. Men bu taq chiqmoqchi edim o'ydi kunlarda o'yinida. Men elib olsam bo'g'ida. Shunda qila, shunda vahshiy payza.大家好，我是 Abdusalam Ojilamo. Yaxshimisilar, men ismim Ahtamjon To'xtatursun. İpek yo'lidagi birinchi bosqichni nihoyatda muvaffaqiyatli holda tugatib, ikkinchi qitimliq musobaqa tayyorlik qilish bosqichi turyapmiz. Bu qitim musobaqadan yenib, yurtga borgandan keyin urug' tuqqan do'st birodarlarning nihoyat yaxshi baholarini angladim. Men intayin xush bo'ldim. Bu jarayonda Kamoljon ustoz bizga shu musiqa jihatdan, naqsh jihatdan nihoyat yaxshi, mo'l bo'lgan bilimlarni
berip atıdı. Bu qıtımqı musabaqaga men Salamji akam bilan nəhayət klassik bolğan Yürügüm alma emas namlıq naqşını bilib berdi. Salam akam bilan intayin yaxşı məşq qıldıq. Hazır məsələn mən davamlıq mening deydiganimcha birinci ovozda cho'qim xalqning ko'nglini ufitishni arzu qilaman menmi. Cho'qim birinci misradan boshlab o'zimizga diqqat qildirishga tirishimiz kerak. Yürügüm alma emas. Birinci ovozini to'g'ri kirishni o'rgandik. To'xtatlar men ketib boramni, qayotamdan qanday bo'laman degan narsaga. Qo'y. Yürgüm alma emel Sen üzüp oynaydıgan Yürgüm alma emel Bu qitimqi şu naqshida Aqtaminimningmi g'ayrat qilib, o'zimningmi bu Yürügüm alma emas nomliq naqshini yaxshi o'rindab, xalqqa yaxshi bir sifatlik oldi bir sunishimni umid qilaman. Aqtam ukam g'ayrat qil. Salam aka birga g'ayrat qilayli. Yani bu ikisini şu yana birisini tanlaydigan bir ish bor ekan bu yerda. Ammo 12 baladan oltin tanlaydi. Oxiri yana shu birisi qoladi. Ikki do'stimizga yana omad tilab qolamiz. Yürgüm alma emas Sen üzüp oynaydıgan Yürgüm alma emas Sen üzüp oynaydıgan Ağalsan çeşlep uyup Halim sağ taşlaydıgan Ağalsan çeşlep uyup Halim sağ taşlaydıgan Aket ya künli kara Kitem siyarim dimdim Aket ya künli kara Kitem siyarim dimdim Açını çayını koyup Şemsiye
Rayonimizda güzellikni sevgichi xonim qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim qizlarning olqishiga, shundoqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har Guroyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Cho'ngustam yemaklik cheklik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Hardambog yemak-ichmak pay cheklik şirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Dördüncü darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzor kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. Undan boshqa 5-ci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi cheklik şirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. 6-ci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang dilkor kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Xo'sh, ko'rman do'stlarimiz, balkim bu meydan beygida bizning sahnadagi mayirlarimiz bilan tang bu hammaga tunishlik bo'lgan klassik naqshini tang agishib etgan bo'lishi mumkin. Shaxsan biz ham shunday bo'ldik. Naqshiga agashgash o'zimizning eng go'zal paytlarimizni asildik. Yana o'xshashli bizga huzurlik, aromlik tuyg'usi ato qilgan mayirlarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Qanundaqda ustozlarning tavsiyalariga birlikda quloq solaylik. Tosh Muhammad Batur apandim, bu naqshini ama jiq naqshi o'rindigan naqsha deb o'ylayman bu naqsh. Shundoq. Shuningga anglag'uvchilarga bek tunishliq, shu bek tunishliq bo'lib ketgan naqshiga hammamizning diqqati yomon nazari, yomon zil qarash bo'lib qoldi ekan. Abdusalom endi men bilma o'g'ilchilik muhitida o'qishqimi bu naqshning ba'zan bir taraflarga pishiqroq ham aytishi sal bek qiyin to'xtamadi deyman. Ammo Abdulla akamning bir gapini bek yaxshi ko'rman, o'quvchilarimga to'liq ish bor degan ishlataman. Ba'zi bir ortiq faraqlarni elib olish, jilonga putsiz olib qo'ygandek bo'lib qoldi degan gapni bek yaxshi ko'rman. Abdusalom endi ba'zan bir xatoliklar yuz berdi fikrim. O'rinlashdi bo'lsin, amdilik darajadan tashqari o'zimdagi qobiliyatni chiqarmadi, ba'zi naqshlarga ortiqcha hissiyat biroq ketishning hojati yo'q. Bu bir diqqat qiladigan ish. Ularga diqqat qilish kerak. Endi cho'qim Aqtamja inimmi nayt kuchab bo'pmi? Absalomning oxirgi xatoliklarni havo deb Aqtamjonniki yardım bilan Absalom cho'ng xatolikdan saqlanib qoldi. Bo'lmasa bayamqi kirish chiqish masalada zo'r xatolik bo'lib qoladi. Endi cho'qim birsini tavsiya qilish bo'lganda o'rinlash ovoz tarafdan o'zimizningki qarshi bo'yicha men tavsiya qilish to'g'ri kelsa, yana shu Absalom inimni tavsiya qilaman. Xursand bo'ldik. Aygul muallim. Ijodiy asarlarning shundoq bizga bek ta'sir qilgan, xalqqa çökkan, nurg'un davrlarninki siniqidan o'tgan mushtaq asarlar hisobda klassik asarlar qatoriga o'tib ketdi. Bu asarni shundoq yaxshi o'rnlab berdi ballar. Beshida hatto ko'zlarimga yosh kelay deb hayajon bilan shunchalik yaxshi o'ltagandim, lekin men oyiqadam da azroq mushtaq sababliklar, masalalar uni bu yerda deyishning hojati yo'q. Mening tavsiyalarim bo'lsa, Absalom. Rahmat. Xursand bo'ldik. Ablat apandim. Mening nurg'un his tuyg'ularim bor deb kelsam gap chiq, vaqt munosabati bilan mening bevosita tavsiya bosqichiga o'tay. Mening tavsiyalarim Absalomjon. Rahmat muallim. Hazrati Ali Muhammad Tursun muallim. İşkeleyle bek yaxşı etti. Andan şu ilaqa azroq bir ishlar olib qoldi emasmi? Xushmasliklar. Xushmaslik qoldi. Uni Aqtamjon bir chandumay o'tib ketdi. Absalommo o'zininki haqiqiy bir alaylikni yaxshi joriy qildirib bek chiroyli aytib berdi. Qolgan ustozlarmo yaxshi baholanib berdi. Men ilhom bo'lish uchun Aqtamjonga tavsiya. Rahmat ustoz. Bo'ldi. Xinjiang Xo muallim. İlgari anglab baqqanmidingiz muallim bu naqshini? Anlagandek turman. Uni Lekin bu naqshi bak obdan naqshi ekan. Shunda hissiyotliq. Shunda yaxshi. Lekin men Aqtamjonni tavsiya qilaman. Rahmat. Tashakkur. Bo'ldi. Undaqda yana davomliq ustoz. Abdusalom ustike manaqshuchu. Ustub ketdi. Bak aytib eshada shu jutda. So'rinlarda aytib buni ustub ketgachga buni yomon cho'ng bir ishonch bor. Qaranglar kayfiyatni naqsh etayotgan holatidan uning ayliqi
Taş Mehmet inim degan pıraqlardan halqıtıp ilvatqa yerlerden bunun zor, dehşet zor işen cevabı naqşan nisbeten. Ama del şu yerden ihtiyat qılmaz çataq çıqdı. Avu ma besivatqan akordlar ma balla basqan akordlardan halqıp ketken avazlar yiqimsizlik payda qilib qo'ydi-chu. Pıraq elish kerak, ma'qul, taraqqiy qildirsam, lekin bu ma tegidi ulida akord ovoz bo'lg'achqa milliy muzika o'z mayli ishim bo'lmaydi-ku. Milliy muzika u qanday shunaqa billa mengapasli bo'ldi. Ma akord bosgandiki akordni o'tib ketib qolsa ovozlar ava anglayotganligi yiqimsizlik to'yg'i berib qo'ydi demakchi Tash Mehmet Bayatin. Jilang'i putsizdan degan yeri shu. Endi meningcha ma'vo Ahtamjon intayin mas'uliyatchan bola ekan. Bu balkim Abdusalomdek puxta emas. Endi puxta emas degani buni hammamiz anglagan ahang. Hammamiz deb o'zimizdan o'ydisidan chiqa oladigan ahang. Lekin aytish kelganda balkim Abdusalomdek puxta emas. Shuning uchun bu intayin astoydil bak mas'ul bo'lib aytdi. Hech qanday yerdan chataq chiqamadi. Men avu Ahtamjon tavsiya qilay. Rahmat muallim. Tavsiyalarыңызdan xo'sh bo'ldik. Endi o'zinglar numur qo'ydigan vaqtlar yetib kelib qoladi. Albatta Kamil apandim tarbiyalash, ya'ni o'quvchilarni yetaklash jarayonida Hojimat Qurban apandim bilan ko'p paranglashgan, ko'p suhbatlashgan bo'lishi mumkin. Hamda o'quvchilarning ahvollarini o'xshamagan nuqtadan tushunib baqqan bo'lishi mumkin. Hojimat Qurban apandim bugun bir amra yetakchini, orzu yetakchi bo'lib suhbatingiz bilan ikki nafar mayirning ifodasini qandaqroq bo'ldi deb o'ylaysiz? Kimni tavsiya qilasiz? Oldi bilan ishqinlarni tabriklayman. Abdusalom kam naqshiga bek kirib ketib, o'zi huzurimni ketib, azroq xatolik o'tkazdi deb qarayman. Aning keyindan men mushu fursatda Abdulla aka bu tabrik gap demakchi. Mushu ikkinchi bosqich qatnashgan har qaysi guruhdagi har qaysi ustozlarning o'quvchilarini men ajoyib baxtli ekan deyman. Chunki men bichora 2014-yili bir muallimga erishaolmagan. Mening bir tal muallimga erish salohiyatım bo'lmaganda, balkim o'zimning xatoligi Onun Tunca Karar İpek Yolu Sadası mı? Tunca Karar İpek Yolu Sadası. Onun kendinden meyle şalınıp giteli veya tanınıp giteli İpek Yolu'nun etrafında. Çünkü İpek Yolu Şinjan'daki en kozor programlarının bir bol kaldı. İpek Yolu'nun etrafında ben tırıştım, üzerinden küçüğünü kösettim. Şuna bana ustazlar ilham verdi. Şuna ben bu balık deydim, bu yerde meyle tallansın veya şallansın. Fakat ve fakat tırışsa takdirini özgerteleydi. Kinki neticini özgerteleydi. Bugün Ahtam salamkamni yoki salamkam Ahtamni yengidim demay. Ahtam bugungi o'zini ayt yengib olsa, cho'qim natijaga erishalaydi. Men ilhom bo'lish uchun Ahtam ilmni tavsiya qilaman. Demak, hayotimizda olqish kishidan olqish emas, balki o'zimizdan. Bugungi o'zimizdan olqish bo'lsa, u holda atidagi natijalarimiz texmi katta bo'ladi. Qanundaqda Kamil muallimning navbatdagi so'zi va qarorini anglab boqaylik. Oldi bilan rahmat ikkinlarga. Bulapmı Ahtamga demiş kardeşe muş İpek Yolu Sadası'ndan ibaret muş sahninki bir his qilish sahnasi ekanligini biz ustozlardan o'rganib müşahede o'tgandan keyin bildik biz. Masalan bu naqsh talant degan tug'ilishdan keyin bulab paydo bo'lib taraqqiy qilgan narsa ekan. Masalan biz endi bir mezgil billa bo'lib ustoz shogird bo'lib chuqumni bir nimani og'ziga tiqib o'tolmaydi ekanmiz. Buni o'rganib bir naqshni o'rgatish emas, his qildirish muhim bo'lganligini bildim men. Bir narsani manda narsajima deganni masalan biz ustozlar bilan birga yurib naqsh etishni Ülgenlik emas, his qilib bo'lgandan keyin anda to'xtanib, mayani ustozi manda qildi ekan, biz manda qilsak bo'ldi ekan deb his qildigan bir ishken bu. Ahtam naytmish bizning guruhda ishtik his qilgan bola bu. Chaqchaq qilib e'lon ishtigan chiqqan vaqtimizda bu naqshni o'zi tanladi ham mushu naqshni Ahtam o'zi tanladi. Mushu naqshni aytilib ustoz bezab naqsh tizimligini berib qasin aytsalarsak Ahtam tanlagan naqshi. Bu aytib qildi, menga avasa yog'ochdek naqsh degan nima kesib chaqchaq qilib kelib tut biz naqsh o'qitgansiz, men yog'ochdek sendan chaqchaq qilib qo'ysam shu paytda Mana hozir ustozlik ko'rgandek shunda hissiyat joyida, puroq joyida mushu naqsh ichiga kirib turib, Abdusalom akasidan kelishmagandek darajada yaxshi aytdi. Abdusalomga kelsak, Abdusalom pishqan bir naqshchi Abdusalommi. Bugun ustoz Tash Mehmet akam degandek azroq bir savalliklar yuz berdi. Bu yerda savallik yuz berishini biz xohlamaydik ham, ko'rmaydik bu yerda. Savallik yuz bergan savallikni Ahtam olishdi bu yerda. Kamil apandim, ishkilinayotganligingizni bilamiz, biroq navbatdagi qaroringiz orqali balkim o'zingizga bir ozodlik tepishingiz mumkin, ham shundaqla mayirlaringizga yaxshi bir yo'l ko'rsatib berishingiz mumkin. Cho'ng ustam guruhining navbatdagi belgisida
Abdusalom efendim bilan Ahtam efendimden ikkisidan qaysi birini 3-bosqichga birga ilib menishni xohlaydigansiz? İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Gümüş bağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Ulaşdı toyga toy, taxtlar seferde. İnsan şah seferde, baxtiklar seferde. İnsan şah seferde, baxtiklar seferde. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.